Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta pritsepimiz tayyor bo'ldi. Buning razmeriga kelsak, buning razmeri 2.40 ga 1.40 razmeri. Mana faralari bemalol oq rangda bo'ldi. Borti atsinkoy 07 lik atsinkoy, polo 1.8 lik qalin listlardan qo'yganmiz. Borti 40 cm, rishotkasi 70 cm, poldan 1.10 cm bo'ladi. Mana. Mana bu narsaga e'tibor beramiz. Mana. Katta boltdan qo'yganmiz, o'zining nimasidan putulkaga to'g'ri keladigandan. Mol boylash uchun mana oldiga nimalarni ham qo'yganmiz. Kruchoklarni. Oq rangda. Kim shunday pritseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Risol traktorning telechkasining risoldan qo'yilgan mana. Qalin qo'yilgan. Qalindan qo'yib yasaganmiz. Mana. Orqa qismlar. Bemalol qalin profillardan, bakvat profillardan qo'yganmiz mana. Ramalari shu yillar. Tortqichi ham shu yillar mana. Shu yillar tortqichi mana. Bakvat qilib yasalgan. 1 tonna 600 lik, 1 tonna 400 lik qalin zamoqlari qo'yib beramiz. Parkovkasi ichida 9,5 million so'mga qilib beramiz akalar. Kimga shunday pritseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana bu yerda telefon nomerlarimiz bor. Mana. Ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.